ketdi. 3, 2, 1. Hurmatli o'quvchilar, bugun sizlar bilan o'sha hiqildoq mavzusini o'tamiz. Men hiqildoqni o'zim sizlarga tushuntirib berishga qaror qildim, chunki bu birmuncha murakkab, ham kattaroq. Shuni endi men soddaroq, osonroq tilda sizlarga yetkazib berishga harakat qilaman. Demak, hiqildoqni anatomiyasini tushunish uchun, biz hiqildoqni 3 ta qismga bo'lib o'rganamiz. Ya'ni katta muammoni nima qilamiz? Kichkina muammolarga bo'lsak, demak bu kichkina muammolar bilan nima deydi? Kurashish, ularni hal qilish osonroq. Demak, o'sha bo'lak qilsangiz, oxirida bizda boyagi puzzle'imiz yig'iladi. Demak, hiqildoqni boya xolisa aytgandek, nima deb nomladik biz? Larynx deb nomladik, to'g'rimi? Hiqildoq larynx deyiladi. Yallig'lanishi mana laringit deyiladi. Mana shu hiqildoqni o'rganish oson bo'lishi uchun birinchi biz hiqildoqni nimasini ko'ramiz? Tog'aylarini ko'ramiz. Tog'aylari. Ikkinchi sizlar bilan ko'radiganimiz bu bo'g'imlari va boylamlari. Hamda uchinchi ko'radiganimiz bu demak hiqildoqning nimasi ekan? Mushaklarini ko'ramiz. Tushuntira oldimmi? Boyagi katta muammoimizni biz tog'ayga bo'ldik, bo'g'imlar va boylamlarga hamda mushaklarga bo'ldik. Endi boyagi ekranimizga qaytamiz. Demak, hiqildoq tog'aylardan boshlaydigan bo'lsak, tog'aylarni o'zini biz ikki guruhga ajratishimiz mumkin. Buni ham xolis aytdilar. Bittasi toq tog'aylar, ya'ni bittadan bo'ladi bu tog'aylar va juft tog'aylar. Umuman hiqildoq mavzusida 3 raqami juda ham ko'p uchraydi. 3 raqami xuddi bir nima deydi, mo'jizali raqam hiqildoq uchun. Demak, hiqildoqni o'zi biz 3 ga bo'ldik. Endi tog'aylarini biz toq va juftga bo'ldik. Demak, toq va juftlari ham bizda 3 tadan bo'ladi. Birinchi sizlar bilan ko'radigan tog'ayimiz bu mana oldinda joylashgan qalqonsimon tog'ay, cartilago thyroidea deyiladi. Keyingi bizani toq tog'ayimiz bu uzuksimon tog'ay, cartilago cricoidea deyiladi va uchinchisi bu hiqildoq usti tog'ayi, bu cartilago epiglottica. Jami bizda nima bor ekan? 3 ta toq. Qalqonsimon, uzuksimon va nimadi mana bargsimon yoki yopqichsimon, demak cartilago epiglottica. Juft tog'aylarimizga bizda nima kiradi? Cho'michsimon tog'ay, cartilago arytinoidea. Undan keyin bizga nima kiradi? Shoxsimon, demak cho'michsimonning ustida shoxsimon cartilago carniculata kiradi va uni yonida bizda ponasimon bor, cartilago cuneiformis. Demak, bularning hammasi juft tog'aylarga kiryapti. Endi bu siz aytayotganingiz bu rudiment bo'lib 33% holatlarda uchraydi. Yasmiqsimon tog'ay bu sesamasimon tog'aylarning turiga kiradi. Sesamasimon nima degani? Birikmaydi. Hech narsaga birikmaydiganlarni biz sesamasimon deymiz va siz aytganingiz sesamasimonga kiradi. Endi mana bu tog'aylarni ko'radigan bo'lsak, mana bu 3D'imizda bizda endi живой rangda ko'rishimiz mumkin. Boyagi qalqonsimon tog'ayni endi buni yarmi kesilgan, chunki ichki tuzilmalarni ko'rishimiz uchun mana qalqonsimon tog'ay. Uni ostida mana ko'ryapsizlar, xuddi anu perstin taqadi, erkaklarning uzugiga o'xshagan. Perstinvidniy deydi, demak uzuksimon tog'ay va mana bargga eslatadigan, demak hiqildoq usti tog'ay. Uni yonida mana bizda cho'michsimonning uchida demak shoxsimon va mana bunaqa ingichkalashgan ponasimon demak tog'aylar joylashadi. Xo'p, endi keyingisiga o'tamiz, ya'ni qalqonsimon tog'ay haqida gapiradigan bo'lsak, cartilago thyroidea. Buni demak bir nechta qismlari bor. Birinchisi bu uning plastinkalari. Plastinkalarni biz nima deb nomlaymiz? Lamina deymiz. Yashang. Demak, lamina deymiz. Ikkita bizda nimasi bor? Plastinkasi bor. Demak, o'ng va chap. Bu holatda o'ng qaysi tomonda bo'ladi? Bu yoq tarafda bo'ladi. Nimaga? Chunki bizda doim bemor yuzi bilan qarab turgan bo'ladi va biz taraf haqida gapirganda bemorni tarafini nazarda tutamiz.
Demak, bu tarafimizda nima bo'lar ekan? Lamina dextra bo'lsa lamina sinistra. Va ikkita tog'ayi qo'shilish joyida, bizada birinchi burchak hosil bo'ladi. Mana angulus hosil bo'ladi va bo'rtiq prominensiya hosil bo'ladi. Bo'rtiq deymiz va erkaklarda bu bo'rtiq yaxshiroq nima qilgan? Namoyon bo'lgan. Ruschasiga buni Adamova yabloko deydi. Nimaga? Endi buni boyagi miflarga, anaqalarga bog'lashgan, xuddi mana odam ato o'sha olmani yegan paytida tiqilib qoladi-ku, o'sha tiqilganda mana mashtiga tiqilgan deb endi shunaqa qilib eslab qolingan. O'zi aslida bu ikkita boyagi plastinkani birlashishi hisobiga nima qilyapti? Bo'rtib chiqyapti va erkaklarda bu nimada? Erkaklarda yaqqolroq, yaxshi ko'rinyapti. Mana yutunishini so'rasanglar ko'rinadi. Endi boya savol berdim sizlarga, nimaga erkaklarda yaqqoldi, ayollarda yaqqolmas? Yana bir marta aytaman, life hack. Qachonki sizlar o'qish davomiyligida erkaklar bilan ayollarning farqini uchratsanglar, misol uchun erkaklarning ovozi yo'g'on, ayollarniki ingichka. Hop, demak, erkaklarda soqoli o'sadi, ayollarda o'smaydi. Erkaklarning eritrotsiti ko'proq, ayollarniki kamroq. Erkaklarning mushak massasi ko'proq, ayollarniki kamroq va hokazo va hokazo. Bularning hammasini javobi bitta bo'ladi, gormon. Demak, erkaklarda bu erkaklik gormoni, ayollarda ayollik gormoni mana shunday jinsga bog'liq bo'lgan o'zgarishlarni yuzaga kelishiga sababchi bo'ladi. Bu holatda ham, demak, testosteron gormoni ta'sirining ostida bu tog'ay nima qiladi? Kuchliroq, dag'alroq bo'lgani hisobiga erkaklarda bu qism ayollarga nisbatan yaqqolroq nima bo'ladi? Namoyon bo'ladi. Tushuntira oldimmi? Demak, ikkitasini birlashgan joyda bizada burchak hosil bo'lyapti va bu birlashgan joyini chiqib turadigan qismini biz nima nomladik? Prominensiya, bo'rtig'i nomladik. Endi bizada qalqonsimon tog'ayimizda nima bor ekan? Mana bunday o'yma bor. Bundoq qilib uzib olganga o'xshaydi, to'g'rimi? Insizura deb ataymiz buni. Insizura. Demak, nimaga tegishli? Bu qalqonsimonga tegishli. Shuning uchun insizura tiroidea yuqorida joylashyapti. Shuning uchun nima bo'lyapti? Superior. Va xuddi shunaqa bu yerda endi kamroq namoyon bo'lgan, demak nima bor? Insizura tiroidea va inferior. Nimasi bor ekan? Ikkita o'ymasi bor ekan. Endi qolgan tuzilmalarni ko'rish uchun biz qalqonsimon tog'aga nima qilishimiz kerak? Biroz surishimiz kerak yonga va yonga sursak biz nimani ko'ramiz? Ikkita mana bunaqa shoxini ko'ramiz, to'g'rimi? Shoxini nima deymiz? Kornu deb ataymiz. Mana bitta shoxi. Va mana ikkinchi shoxi, mana ikkita shox. Demak, bu shoxi nima bo'lar ekan? Kornu. Bu ham yuqorida joylashgani uchun nima bo'ladi? Superior bo'ladi. Mana bunisi esa kornu inferior. Endi mana shu shoxlarni asosida mana bu yoqda va mana bu yerda biz do'mboqlarni ko'rishimiz mumkin. Demak, tuberculum superior va mana bu yoqda tuberculum inferiorlar joylashyapti. Va mana shu bo'rtiqlarning o'rtasida mana xolisi aytgandagi nima joylashgan ekan? Chiziq joylashyapti. Bu chiziqni lotinchasiga nima deymiz? Liniya deymiz. Va qiyshiq yo'nalgani uchun liniya obliqua deyiladi. Demak, qiyshiq nimadi? Qiyshiq chiziq. Demak, qiyshiq chiziqqa bizda mushaklar kelib nima qiladi? Birikadi. Bu nimani tuzilishi ekan? Qalqonsimon tog'ayi tuzilishi. Hop. Keyingi bizani tuzilmamiz bu uzuksimon tog'ay. Nima deyiladi? Cartilago cricaidea deyiladi. Cartilago cricaidea. Demak, buni ikkita qismi bor. Birinchi qismi bu. Birinchisi bu mana bundoq ravoq qismi. Keyingisi mana nimadi? Plastinka qismi. Agar endi bo'lib realistikroq chizadigan bo'lsak,
Ha. Eslab qolishinglar, osonroq bo'lishi uchun. Demak, boyagi ko'zi turadigan qismi, mana qalin qismi, mana orqa tarafda joylashyapti. Nima ekan bu? Bu plastinka qismi. Lamina nima ekan? Krikoidea. Unga nima kelib birikar ekan? Ravoq kelib birikadi. Uni biz arkus deymiz. Bundan tashqari e'tibor bersanglar, mana bizada uzuksimon tog'ayimiz mana bu yerda nima bilan bog'lanyapti? Yo'q. Nima bilan bog'lanyapti? Shox bilan bog'lanyapti. Shox bilan, pastki shox bilan. Nimaning pastki shoxi bilan? Qalqonsimon tog'ay. Shu sababli bu yerda nima hosil bo'ladi? Bo'g'im hosil bo'ladi. Artikulatsiya deymiz. Artikulatsiya nima bilan nimani o'rtasida hosil bo'lyapti? Uzuksimon va qalqonsimonni o'rtasida. Shuning uchun ham kriko tiroidea hosil bo'ladi. Demak, bu yerda bo'g'im hosil bo'lyapti. Ana endi agarda biz bo'g'imni olib tashlasak, tog'ayni olib tashlasak, o'sha shox tegib turgan joyda nima qoladi? Yo'q. Bo'g'im bundoq tegadigan joyda nima bo'lardi? Ikkita bo'g'im yuzalari bo'ladi. Demak, bo'g'im yuzalari. Demak, bu yerda nima bo'ladi? Bundoq qilib hamki fasces deb qo'yib qo'yamiz. Fasces articulatsio cricotiroidea. Cricotiroidea. Tushunarli? Demak, bu anaqada boyagi uzugimizda bitta yuza bor ekan. Bu yuza orqali u nima bilan bog'lanyapti? Qalqonsimon tog'ay bilan bog'lanyapti. Endi yana sal buramiz. Sal bursak, bizda uzuksimon tog'ayimizning plastinkasining ustida yana bitta tog'ay joylashyapti. Mana va mana. To'g'rimi? Demak, bu yerda ham ikkita tog'ay qo'shilish sohasida bizda nima hosil bo'lar ekan? Bo'g'im hosil bo'ladi. Artikulatsiya nima bilan nimani o'rtasida? Cho'michsimon va uzuksimonni o'rtasida. Shuning uchun ham nima bo'ladi? Kriko bo'ladi va bunga buni lotincha nomini qo'shamiz. Aritinoidea. Ya'ni o'zbekcha nomini bilsanglar, o'zbekcha nomi bilan aytsanglar, uni xato emas. Endi zo'r o'rganish uchun lotincha nomi bilan bilish kerak. Atak o'zbekcha nomida aytsanglar, nima deydi? Lotin tilini eslab nomini chiqarib olishingiz mumkin. Demak, uzuksimon, qalqonsimon. Demak, kriko tiroidea. Uzuksimon, cho'michsimon. Demak, kriko aritinoidea. Demak, nimaga buni aytyapman? Mana shu bo'g'im hosil qiladigan joylarda bizda nima hosil bo'lar ekan? Yuza bo'lar ekan. Demak, fasces deyiladi. Fasces articularis crico aritinoidea yoki fasces articularis aritinoidea detsanglar bo'ladi. O'sha tegadigan tog'ay nomidan. Mana buni bo'lsa fasces articularis tiroidea, ya'ni qalqonsimon tog'ay bilan bo'g'im hosil qiladigan joyi. Tushunarlimi? Savol yo'qmi bu joygacha? Ha, demak, qalqonsimon ketdi, uzuksimon ketdi. Endi keyingisi bizda tog'ayimiz bu nima ekan? Bargsimon tog'ay. Yoki hiqildoq usti tog'ay deyiladi mana. Aha, nimadan iborat? Aha. Demak, bunda nimasi bor? Boyaga aytganingizdek, qalqonsimon tog'ayga tegib turadigan band qismi. Buni demak plastinkasi bo'ladi va do'mbog'i joylashgan bo'ladi. 3 ta qismdan iborat. Bundan tashqari ikkita yuzasi bor. Bitta yuzasi bor, til tarafga qaraydi, fascis lingualis deyiladi. Ikkinchi yuzasi demak hiqildoqqa qaragan. Demak, buni fascis glottika deyiladi. Demak, yopadigan qismi. Bu hiqildoq usti tog'ay nima uchun kerak? Hiqildoq usti tog'aydan ma'no shundaki, mana bizda nima kelyapti? Mana bu yerdan burun bo'shlig'i kelyapti. To'g'rimi? Burun bo'shlig'ini chizdik. Bunga qo'shimcha yana nima keladi? Mana og'iz bo'shlig'i qo'shilyapti mana. Demak, bular ikkalasi burun halqum va og'iz halqum qo'shilib bizda umumiy halqumni bitta yo'lni hosil qildi. Lekin bulardan kelayotgan mahsulot ikkalasi nima qilish kerak? Ikki xil yo'nalishda ketish kerak. Demak, havo nafas yo'liga ketish kerak.
ovqat demak qizilongacha ketishi kerak. Shu sababli ham bizada mana old tarafda nima joylashyapti? Mana boyagi hiqildog'imiz tog'aylar bilan traxeya joylashadi. Orqa tarafda mana qizilongacha bilan chizaman. Nima joylashyapti? Nima deysiz? O'rtada devor to'sib turardi. Ha, bularni umumiy devori bitta-da. Endi bizada mana shularni o'rtasida mana bu yerda nima joylashyapti? Boyagi hiqildoq usti tog'ay joylashyapti. Demak, nafas olganimizda hiqildoq usti tog'ay ochiq, havo shuning uchun nima qiladi? O'pkalarga qarab yo'naladi. Lekin ovqat iste'mol qilayotgan paytda, ovqatni yutayotgan paytimizda mana yutamiz-ku, to'g'rimi? Boyagi bo'yinni mushaklari qisqaradi-da, qisman hiqildoq ham nima qiladi? Tepaga ko'tariladi. Buni mushaklari qisqargani hisobiga hiqildoq usti tog'ayi nima qiladi? Nafas yo'llarini yopadi. Shuning uchun ham nimadi? Boyagi ovqat luqmasi qayerga o'tib ketadi? Qizilongacha o'tadi. Endi shuning uchun ham boya aytdingiz, demak gapirayotgan paytda nima qilish kerak? Ovqat iste'mol qilmasligi kerak, to'g'rimi? Yoki qattiq kulmasligi kerak. Chunki o'sha keskin harakat paytida ovqat luqmasi nima qilishi mumkin? Nafas yo'llariga o'tib ketib qolishi mumkin. Bunda nafas yo'llariga yot jismni tushib qolishi, endi nafas yo'llarini devorida ham, pastkilarning devorida ham mushak bor-da. Mana gistologiyadan o'tyapsizlar, to'g'rimi? Endi yot jism tushishiga nisbatan bu mushaklar qisqarish bilan javob berishi mumkin-da. Bo'g'ilish hissi paydo bo'lib qoladi yoki bo'g'ilib qoladi odam. Agar katta yo'l bo'lsa, yo'lni to'sib qo'yishi mumkin. Endi bu narsani ham o'rganishingiz kerak. Agar nafas yo'liga yot jism ketib qolsa, bolalarda ovqat ketib qoladi. Bunda geymlik uchligi degan narsa bor. Geymlik uchligida nima qilinadi? Mana o'sha tiqilib qolgan insonni orqa tarafidan kelasizlar. Qo'linglarni o'tqizdinglar. Bitta qo'linglar musht, ikkinchi qo'linglar kaftda bo'ladi-da. Ham anaqaga o'zingizlarga ham yuqoriga. To есть orqaga va yuqoriga nima qilasizlar? Tortasizlar. Talchoqsimon, demak, tez-tez harakatlarni amalga oshirsanglar, nima bo'ladi? Qorin bo'shlig'ida keskin bosim oshadi. Bu nimaga olib keladi? Diafragmani yuqoriga ko'tarilishiga olib keladi. Bu demak, ko'krak qafasida bosim oshishiga olib keladi. Havo anaqa bilan tez nima qiladi? Tashqariga chiqadi. Tushuntira oldimmi? Demak, geymlik uchligi deyiladi. Endi buni YouTubedan o'zingizlar bir ko'rasizlar qanaqa amalga oshiriladi. Kindik bilan xanjarsimon o'siq o'rtasiga musht qo'yildi. Ikkinchi qo'linglar bilan mushtni ushadinglar-da, orqaga va yuqoriga. Bu demak hamma bilish kerak bo'lgan, demak, amaliyot hisoblanadi. Favqulodda vaziyatda bu narsa amalga oshiriladi. Xo'p, demak bu bizning nima ekan? Tog'aylarimizni qalqonsimon, uzuksimon va bargsimon yoki hiqildoq usti. Juft tog'aylarimizni bu nima ekan? Cho'michsimon tog'ay, Cartilago aretinaideae. Bu tog'ayimizni bizda qanaqa shaklda? Piramida shaklida. Mana piramida shaklida. Piramidani endi ikkita asosiy o'siqlari yaxshi bizda rivojlangan va buni yuzalari mavjud. Demak, birinchi biza piramidaga qarasak, doim piramidani nimasini ko'ramiz? Asosini, bazis deyiladi. Mana bu nima ekan? Cho'qqisi. Buni demak apex pizza deb o'tgan safar hazillashib eslab qolgan, to'g'rimi? Bundan tashqari bunda nimalari bor ekan? O'siqlari bor. Orqa tarafda joylashgan, mana qizil rangda chizaylik. Orqa tarafda joylashgan mana mushak birikadigan nimasi? Mushak o'sig'i bor. Demak, processus muscularis deyiladi. Mana bu yerda bizada tovush boylami birikadigan yana bitta o'sig'i bor. Hozir uni ichkari tomondan ko'rsataman. Bu demak processus vocalis deyiladi. Demak, asosiy biladiganinglar bu uni asosi, uni cho'qqisi, ikkita o'sig'i, demak processus muscularis, processus vocalis. Bundan tashqari yana yuzasi bor. Pastga qaragan yuzasi fascis inferior deyiladi. Orqaga qaragan yuzasi fascis posterior. Demak, ikkita bir-biriga qarab turgan, mana ikkita bir-biriga qaragan bu medial yuzi va medial bo'lgandan keyin yon tomonda nima bo'ladi? Lateral yuzi. Lateral yuzi.
Bu tog'ayni mana yondan ko'ramiz. Mana tepasidan qarasak, boyagi mana tovush boylamiga tegib turadigan o'simtasini ko'rishimiz mumkin mana. Demak, protsessus nima deyilar ekan bu? Vocalis. Mana bu qalinroq bo'lgani bu protsessus nima deyiladi? Muscularis deb aytiladi. Bundan tashqari, buni kesilgan shakliga o'tamiz hozir. Mana bu yoqda mana yaqqolroq ko'rinyapti mana. Uzuksimonni ustida mana qanaqa o'tirgani, to'g'rimi? Demak, pastga qaragan yuzasi, demak, uzuksimon tog'ayga qaraydi. Keyingisi mana bu biz orqa tarafdan qaraymiz, chunki mana bu mana bunaqa turibdi. Qalqonsimon tog'ay oldinda. Demak, bu old taraf bo'lsa, mana bu taraf nima bo'ladi? Orqa taraf. Demak, bu yuzasi orqa yuza bo'ladi. Ikkita mana bu tog'ayi bir-biriga qaragan yuzasi medial yuzi va mana bu tashqi tarafga qaragan yuzasi lateral yuzi deyiladi. Endi lateral yuzida bizada anaqa bor. Qirra bor. Ravoqsimon qirra bor mana, crista arcuata. Bu mana shu yuzani ikkita qismga bo'ladi, ya'ni old yuqori, old va pastki. Bu yerda demak bor bizada fovea triangularis, ya'ni uchburchaksimon yuza bor va fossa oblongata, ya'ni uzun chuqurcha mavjud. Ya'ni bu qirra crista arcuata lateral yuzani ikki qismga bo'lyapti, ya'ni uchburchaksimon chuqurchaga va uzunchoq nimaga? Uzunchoq chuqurga bo'ladi. Fovea triangularis va fossa oblongata, uzunchoq yuzi. Endi bu juda ham agar chuqurlashadigan bo'lsanglar. Demak, bu nima ekan? Cho'michsimon tog'ay. Cho'michsimon tog'ay ustida mana ikkita nima turibdi? Mana shoxsimon tog'ay. Cartilago nima dedik buning nomini? Carniculata dedik va uni ustida mana bizda nima joylashyapti? Xuddi mana ponaga o'xshab mana qoqib qo'yiladi-yu, shunaqa ponasimon, demak tog'aylar. Bundan tashqari yana bizda donsimon yoki yasmiqsimon tog'ay degan rudimentar a'zo mavjud, rudimentar tog'ay mavjud. Juft tog'ayga kiradi bu ham. Demak, bu mana ko'ryapsizlar, til osti suyagi va qalqonsimon tog'ay o'rtasida mana boylam bor. Mana shu boylamni ichida joylashyapti. Demak, cartilago tritica deyiladi. O'sha donsimon yoki yasmiqsimon tog'ay bu sesamasimon va bu demak 33% odamda taxminan uchraydi. Ya'ni hozir mana shu yerda o'tirgan 3 ta odamdan bittasida bo'lishi mumkin. Tushuntiradimi? Shuning uchun ham bunaqa bir xil kitoblarda buni razbor qilinmaydi. Tushunarlimi? Shunaqa qilib boyagi katta hiqildoq mavzusini bitta bo'lagini, ya'ni tog'aylarni tushunib oldik. Ya'ni 3 ta nima bor ekan? Boylar bilan 3 ta tog'ay. Demak, tog'ay qismi bor, boylam bo'g'im qismi bor va mushak qismi bor. Demak, tog'ay qismini biz ikkiga bo'ldik, juft bilan toqqa bo'ldik. Demak, toqlariga nima kirar ekan? Qalqonsimon, uzuksimon va bargsimon yoki hiqildoq usti. Juftlariga cho'michsimon, shoxsimon va ponasimon. Boyagini rudimentar qilib aytishinglar mumkin. Bug'doysimon yoki yasmiqsimon. Tushunarlimi? Xo'p, bu ketdi. Demak, biz sizlar bilan nimani tushunib oldik? Buni tog'aylarni tushunib oldik. Endi keyingisi buni bo'g'imlari va nimasi? Boylamlar. Demak, birinchi biz sizlar bilan boshlaymiz bo'g'imlardan, chunki bo'g'imlar to'g'risida biz ancha tushunchaga ega bo'ldik, to'g'rimi? Boya bo'g'im yuzalari haqida gapirganimizda tushunchaga ega bo'ldik. Demak, birinchi bizani bo'g'imimiz qayerda hosil bo'lyapti? Demak, cho'michsimon bilan uzuksimonni o'rtasida. Demak, uzuksimonni biz nima dedik? Cartilago cricoidea, cho'michsimonni Cartilago arytenoidea. Endi shuni ikkitasini qo'shamiz. Demak, cricoga aritinani qo'shamiz. Shu sababli bu yerda bo'g'im bo'ladi. Articulatio crico arytenoidea. Tushunarlimi? Cartilago crico arytenoidea. Endi keyingisini ko'rish uchun biz boyagi kesilmagan joyi ko'rishimiz kerak. Mana bu yoqqa o'girdik. Bu yoqqa o'girsak, mana boya sizlar bilan aytgan qalqonsimon tog'ayimizning pastki shoxi
va uzuksimon tog'ay. Bu yerda ham xuddi o'sha prinsip, ya'ni ikkita tog'ayni nomini nima qilamiz? Bir-biriga qo'shamiz. Demak, uzuksimon kartilago krikaydeya, qalqonsimon tiraydeya. Shuning uchun bu nima bo'ladi? Artikulatsiyo kriko tiro ideya bo'ladi. Tushunarli? Xo'p. Endi bu yerda biz 3-chi bo'g'imni ham ko'rishimiz mumkin. Demak, boyagi 3 degan raqamimiz esingizda. Demak, bu bo'g'im qayerda joylashyapti? Bu bo'g'im cho'michsimon bilan nimani o'rtasida? Shohsimonning o'rtasida. Demak, cho'michsimonni nomi nima edi? Aritinaydeya. Shohsimonniki karnikulata. Demak, bu nima bo'ladi? Artikulatsiyo aritino kornikulata. Sal murakkabroq. No, o'zbekcha nomini aytsaylik, ya'ni cho'michsimon, shohsimon bo'g'im. Bo'ldi. Demak, bizda 3 ta bo'g'im bor ekan. Birinchi bo'g'im nima ekan? Uzuksimon bilan cho'michsimonning o'rtasida. Ikkinchi bo'g'im uzuksimon va qalqonsimon o'rtasida va uchinchi bo'g'imimiz cho'michsimon va shohsimonning o'rtasida hosil bo'lar ekan. Tushunarlimi? Xo'p. Buni ham tushunib oldinglar. Xo'p, endi prezentatsiyamizga o'tamiz. Xo'p, prezentatsiyamizda demak, hiqildoq boylamlarini keltirib o'tganman. Hiqildoq boylamlari, demak, bo'g'imlarni tushunib oldik, to'g'rimi? Bo'g'im ketdi. 3 ta bo'g'im ketdi. Endi hiqildoq boylamlari. Hiqildoq boylamlarini biz ikkita guruhga bo'lamiz. Bu mana artikulatsiya boyaga aytganmiz, krika tiraydeya. Mana bu yerda joylashyapti. Keyingisi artikulatsiya kriko aritinaydeya. Bu qaytarib olishinglar uchun va uchinchisi artikulatsiya aritino karnikulata. Endi boylamlarni biz ikki guruhga bo'lamiz. Ikki guruhga. Birinchisi bu tashqi guruh. Bu degani hiqildoqdan tashqari a'zolar bilan nima qiladi? Bog'lab beradigan boylamlar, ligamentumlar. Ikkinchisi hiqildoqqa boyagi tog'aylarini ichida o'zaro bog'lanadigan boylamlar. Demak, tashqi guruh, ekstrinsik guruh deymiz va ichki guruh, intrinsik guruhlarga bo'ldik. Mana. Demak, yumshoq to'qimalari, demak, tashqi guruh hiqildoqqa nima qilyapti? Boshqa tuzilmalar bilan bog'layapti. Ichki guruh bo'lsa, hiqildoqqa o'zaro bir-biri bilan bog'layapti. Demak, tashqi guruhi birinchisi, mana bu yerda ham ko'ramiz. Tashqi guruhi birinchisi. Mana hiqildoq o'zi nimaga osilib turadi? Til osti suyagiga. Demak, til osti suyagi bilan hiqildoqqa o'rtasida bizda nima bor ekan? Boyagi parda bilan bog'langan ekan. Buni biz nima deymiz? Membrana. Nima bilan nimani o'rtasida? Qalqonsimonning o'rtasida. Xuddi boyagi prinsipimiz ishlaydi. Ya'ni ikkitasini bir-biriga nima qilamiz? Qo'shamiz. Demak, mana buni pardani birinchi nomini chiqaramiz. Membrana. Hiodan emas-da, biz tiro ideya. Endi bu yerda bu nima deydi? Ruschada at перестановки слагаемых, ya'ni qo'shuvchilarni ikkita qo'shuvchini o'rnini o'zgartirsanglar ham natija o'zgarmaydi. Agarda misolchi hio tiraydeya desanglar ham bu unaqa global xato emas, chunki sizni tushunchangiz bor, siz to'g'ri aytyapsiz. Tushunarli? Demak, bu nima qilyapti? Til osti suyagini pastki qirrasidan boshlanyapti va qalqonsimon tog'ayni yuqori qirrasiga birikyapti. Tushunarli? Endi buni markaziy qismida, mana bu qismida qalinlashgan joyi bor. Mana shu membranani, pardani va bu yerda qalinlashgan qismi bizda boylamni hosil qiladi. Ligamentum. Ligamentum ham xuddi membranadagi, ya'ni nima bo'ladi? Tiro ideya. Endi bu yerda medialis emasda, bu qayerda joylashyapti? Eng markaziy chiziqda. To'g'rimi? Shuning uchun ham nima bo'lyapti? Mediana bo'lyapti. Tushunarli? Ya'ni eng markazda ligamentum, tiroideya, mediana. Demak, bu mediana bo'lsa,
qayerdadir tashqariroq joylashgani ham bo'lishi kerak. Bo'lmasam mediana deb nomlaganda ma'no bo'lmasdi. Prosta ligamentum tirachiaidea deb qo'yiladi. Tushunarli? Ya'ni nom berilayotganda ham ahmoq odamlar nom bermaganda, o'zini mantig'i bo'yicha nom bergan. Demak, markaziy bo'lgandan keyin qayerdadir chetda joylashgan nima bor? Yana bitta boylam bor. Demak, bu boylam ham nima qilyapti? Mana iminni yuqori shoh bilan tilosti suyagini o'rtasida hosil bo'lyapti. Demak, mana shu boylam. Nima bo'ladi buni nomi? Ligamentum bo'ladi. To'g'ri, tiro Faqat lateral. hioidea laterale. Demak, bu ikkita bo'ladi. Ikki tarafdan, ikkita shoxdan tortilgan bo'ladi, to'g'rimi? Va buni o'rtasida nima dedik? Boyagi bizani sesamasimon tog'ayimiz, ya'ni cartilago tritika joylashyapti. Tushunarlimi? Hop, bu demak bizani birinchi tuzilmamiz, ya'ni hiqildoqdan tashqari bo'lgan nima bilan bog'layapti? A'zo bilan bog'layapti. Hop, bu ketdi. Keyingisi hiqildoqqa ostida nima joylashgan bo'ladi? Yo'q, hiqildoqqa o'ziga kiradi-yu, uzuksimon tog'ay. Boyagi qilig'ini boshladi. Ostida traxeya joylashyapti, to'g'rimi? Nimani ostida joylashadi u? Anaqami qizilonga chog'i. Yo'q, qizilongacha yonida bo'ladi. Hop, Ostida bo'ladigan bo'lsa, to'xtanglar. uzuksimon tog'ay. Aha. Demak, bu nima ekan? Qalqonsimon tog'ay. Cartilago tiraidea, to'g'rimi? Bu nima ekan? Cartilago cricoidea. Va mana bu tuzilmamiz, mana ko'k rang bilan chizaman. Bu yerda nima boshlanyapti? Mana traxeya boshlanyapti, mana. Demak, traxeya bu hiqildoqqa a'zosimi? Hiqildoqqa qismimi? Yo'q. Demak, bu ham tashqi a'zo. Demak, mana shu hiqildoq bilan traxeyani o'rtasida ham nima bo'lar ekan? Ligamentum boylam joylashyapti. Demak, nima bo'ladi bu? Anaqani qo'shamiz. Uzuksimon kekirdak boylami. Demak, ligamentum crico traxeya yoki trachealis deyiladi. Tushunarlimi? Mantiq bor hammasida. Birinchisi hiqildoqqa nima bilan bog'layotdi? Til osti suyagi bilan. Ikkinchisi hiqildoqqa nima bilan bog'layapti? Traxeya bilan bog'layapti, yashaylar. Va bizda yana bitta bor, uchinchisi bor. Uning uchun biza boyagi hiqildoqqa teng yarmidan nima qilishimiz kerak? Kesishimiz kerak. Demak, bu ham hiqildoq bilan bog'layapti. Hiqildoqqa qismi bilan e'tibor beringlar. Mana tilosti suyagi, to'g'rimi? Bu nimadi? Hiqildoq usti. Demak, mana hiqildoq usti suyagi, os hioidea. Bu nima bo'ladi? Cartilago epiglottika. Da, cartilago hiqildoq usti. Ha, bu yerda nima hosil bo'lyapti? Mana yana bitta boylam hosil bo'lyapti. Nima bo'ladi bu? Ligamentum hioepiglottika. Epiglottika. Bu demak, boyagi hiqildoq usti tog'ayni pastga yopilib ketmaslik uchun ham nima qiladi? Ushlab turadi. Tushunarlimi? Demak, birinchi tuzilmamiz nima qilyapti? Qalqonsimonni tilosti bilan membrana tirochiaidea. Ikkinchi tuzilmamiz uzuksimonni traxeya bilan, demak, ligamentum crico trachealis va uchinchi tuzilmamiz bizda tilosti suyagini hiqildoq usti bilan bog'layapti. Demak, ligamentum hioepiglottika. Tushunarlimi? Bitta nima deydi? Juda ham bir-biriga qo'shsanglar nima qiladi? Chiqib keladi. Demak, boyaga aytganimiz membrana tiraidea bo'lib qopti. Demak, buni markazida nima joylashyapti? Boylam, ligamentum tirachiaideum mediana va tashqi tomonda ligamentum tirachiaideum lateralis. Bundan tashqari membranani orasidan bizda
teshik mavjud bo'ladi. Bu yerdan demak qon tomir va nervlar o'tishi uchun bunday teshigimiz nima qiladi? Joylashadi. Xo'p. Demak, ligamentum cricotracheale mana ko'rib turibsizlar. Uzuksimon bilan traxeani bog'layapti va mana bu yerda bizni ko'ryapmiz, qizil rangda keltirilyapti. Mana til osti suyagi va hiqildoq usti. Hio epiglotika, ligamentum hio epiglotika yoki mana bu yerda yashil rangda til osti suyagi bilan nimani bog'lar ekan? Hiqildoq ustini bog'lash vazifasini bajarar ekan. Demak, buni biz nimaga kirgizdik? Tashqi guruhga kirgizdik. Endi ichki guruh bor. E'tibor beringlar, soni nechta bo'ldi? Tashqi guruhda ham 3 ta. Demak, boyagi mo'jizali raqamimiz, to'g'rimi? Xo'p. To'p-to'p. 3 og'ayni botirlar, 3 ta mushketyorlar. Xo'p. Endi keyingisi bu ichki guruh. Ichki guruh va ichki guruhni birinchi vakili bu kvadratsimon yoki to'rtburchaksimon nima ekan? Demak, membrana. Membrana quadriangularis. Membrana quadriangularis. Ketib qoldi. Xo'p, demak, membrana quadriangularis qayerdan boshlanadi? Mana bu. Kattalashtiramiz. Mana bu membrana to'g'risida gap ketyapti. Hozir rangi o'zgarmadi. Tushundinglar? Demak, qayerdan boshlanyapti bu membrana? Hiqildoq usti tog'ayni tashqi qirrasidan boshlanyapti va qayerga kelib birikyapti? Cho'michsimon tog'ayiga va qalqonsimon tog'ayiga kelib nima qilyapti? Mana birikyapti. Shakli ham mana nimani eslatyapti? Mana to'rtburchakka eslatyapti, to'g'rimi? Membrana quadriangularis. Endi bu membranani o'ziga xos jihati bor, ya'ni buni pastki qismi, mana shu membranani pastki qismi o'tlab ketib qoldi. Sensor чувствительный qilyapti. Demak, mana bu membranani pastki qismi qalinlashadi-da. Qalinlashib burmani hosil qiladi. Mana bu qismi qalinlashyapti va burmani hosil qilyapti va buni biz nima deymiz? Ligamentum vestibularis yoki dahliz boylami deyiladi. Yoki buni soxta ovoz boylami deyiladi. Soxta ovoz boylami. Da. Pseudo vokalist deyiladi bo'ladi. Pseudo yolg'on degan. Tushunarli? Demak, bu yerda nima hosil bo'lyapti? Boyagi membrana quadriangularis anaqasida T qismida, ya'ni birlashish qismi qalinlashib, bizda boylamni, ya'ni dahliz boylamini hosil qilyapti. Ligamentum vestibularis. Mana ko'ryapsizlar, epiglottisni tashqi qirrasidan boshlanyapti. Mana boyagi anaqadan, nima edi? Qalqonsimondan boshlanib, cho'michsimonga borib nima qilyapti? Birikyapti va pastki qismi qalinlashib, nimani hosil qilar ekan? Boylamni hosil qiladi. Membrana quadriangularis deyiladi. Hop. Dahliz boylamini ligamentum vestibularis. Ko'ryapsizlar, bu cho'michsimonni tanasiga kelib birikyapti. Bu yerda nima o'siq bor edi? Processus vocalis bor edi, to'g'rimi? Vocalisga birikmayapti. Ajratib olishinglar uchun. Tushunarli? Mana bu yerda ham mana bu yerda ham e'tibor bersanglar, mana to'rtburchaksimon membrana, mana uni asosi. Demak, bu nima bo'ladi? Ligamentum ligamentum vestibularis, dahliz boylami bor, to'g'rimi? Ana endi yana bitta narsaga e'tibor beringlar. Bu rasmda mana bu yerda mana o'siq bor, to'g'rimi? Va mana shu o'siqdan ham yana bitta boylam ketyapti mana. Demak, bu boylamimiz nima bo'ladi? Ovoz boylami yoki chin ovoz boylami, ligamentum vocalis bo'ladi. Hozir unga ham nima qilamiz? To'xtalib o'tamiz. Demak, birinchi tuzilmamiz hiqildoqni ichida o'zaro aloqa qiladigan nima ekan? Bu to'rtburchaksimon membrana quadriangularis. Yashaylar. Xo'p. Keyingisi ichki guruhga kiradigan bu yana bitta boylam. Bu qalqonsimon tog'ay bilan hiqildoq usti tog'ayni o'zaro bir-biriga nima qiladi? Birlashtirib turadi va buni biz nima deymiz? Ligamentum thyroepigloticum. Demak, ikkalasi ham nimaga kiryapti? Hiqildoqqa tog'ayga kiryapti, ya'ni o'zaro bir-biri bilan ichki aloqa qilyapti. Shuning uchun ham bu ikkinchi bizani
nimada intrinzik guruhimizga kiradigan, demak, ligamentum tiroepigloticum. Tushunarlimi? Ikkinchisi. Va uchinchisi bu nimada? Bu ham membrana boyidagi parda. Demak, bu nima bilan nimani o'rtasida? Uzuksimon bilan qalqonsimonni o'rtasida. Demak, membrana tirocricaidea. Tirocricaidea. No, bu yerda mana xuddi shunaqa ko'rinyaptiki, uzuksimonni pastki yuqori qirrasi bilan xuddi qalqonsimonni pastki qirrasini o'rtasida, lekin aslida unaqa emas. Aslida unaqa emas. Mana buning uchun mana bu rasmga e'tibor beramiz mana. Mana ko'ryapsizlar, mana pastki qirrasi bu. Qalqonsimonni pastki qirrasi. Bu nima qilyapti mana? Uzuksimonni yuqori qirrasidan boshlanyapti-da, lekin qayerga borib birikyapti bu? Bu ikkita joyga borib birikyapti. Bu uzuk-simonga birikadi, cho'michsimonga birikyapti. Esda shu ham mana cho'michsimonga va qalqonsimonga birikyapti. Mana tushundinglar? Yana bir marta. Mana uzuk-simonni pastki qirrasidan boshlandi, tepaga qarab ketyapti. Tepaga qarab ketganda mana processus vocalisga borib birikyapti hamda qalqonsimonni ichki yuzasiga. Pastki qirrasiga emas, ichki yuzasiga birikyapti. Mana chegaralar. Demak, nimadan boshlanyapti? Uzuk-simonni yuqori qirrasidan boshlanyapti. Demak, birikyotganda, qatga birikyapti cho'michsimonni processus vocalisiga hamda qalqonsimonni ichki yuzasiga mana. Demak, mana bu qalqonsimonni ichki yuzasi bilan cho'michsimonni processus vocalisini o'rtasida ham qalinlashuv hosil bo'ladi, mana qalin chizonma. Demak, bu ham boylam bo'ladi. Bu boylamni nima deymiz? Ligamentum vocalis deb atamiz. Ligamentum vocalis yoki tovush boylami, tovush boylami. Mana bundoq qilib agar o'girsak, boyagi mana to'rtburchaksimon membranani ham ko'ryapmiz. Qiyshib qo'yapti-sa. Ko'nglimdagi chiqmayapti mana. To'rtburchaksimon membranani asosidagi mana bitta, to'g'rimi? Nima ekan bu? Ligamentum vestibularis. Pastidagisi mana ligamentum vocalis. Tushunarlimi? Endi bu membranamizning ham markaziy qismi qalinlashgan bo'ladi. Qalinlashsa bizda nima hosil bo'lyapti? Boylam hosil bo'lyapti. Bu boylamning nomi nima bo'ladi? O'zingizlar chiqaringlar-chi qani? Nima bilan noni o'rtasida? Молодец. Demak, ligamentum cricotiroidea. Ligamentum cricotiroidea. Tushunarlimi? Uni mana bu yon qismi elastik konus deyiladi. Mana shu membranani yon qismi, elastik konus deyiladi. Tushunarlimi? Endi biz sizlar bilan bildik. Bu yerda 3 ta boylam bor ekan, ichki guruhga kiradigan. Bu to'rtburchaksimon membrana, bu demak qalqonsimon hiqildoq usti boylami va uchinchisi bu nimada? Demak uzuksimon qalqonsimon membranasi. Demak bularni oxirlari bizda qalinlashib nimani hosil qilyapti? Boylamlarni hosil qilyapti. Mana bu yuqorisidan qarasak, mana biz ko'radigan narsamiz nimani ko'ryapmiz? Demak, to'rtburchaksimon membrana mana, to'g'rimi? Quadrangularis. Uni asosida mana nima ketyapti? Vestibular, ya'ni dahliz boylami. Uni pastida esa mana tovush boylami. Nimaga bu narsaga to'xtalib o'tyapman? Bu narsaga to'xtalib o'tishimdan maqsad shuki, mana shu tuzilmalar hiqildoqqa xuddi qum soatga o'xshab 3 ta qismga bo'ladi. Mana. Mana bu tepadagi mana. Nima edi bu? To'rtburchaksimon membrana. Uni asosida nima turibdi mana? Dahliz boylami. Undan pastroqda mana ovoz boylami va boyagi elastik konus hamda
tiroidea membranasi. Va mana shular hiqildoqqa endi shilliq qavatini bundoq qo'yadigan bo'lsak, qum soatga o'xshab necha qismga bo'ldi? 3 ta qismga bo'lyapti. Yuqori, o'rta va pastki qismlarga. Demak, birinchi qismi bu boyagi yolg'on ovoz boylami yoki dahliz boylamigacha bo'lgan qismi mana. Mana bu qismi bizda nima bo'lar ekan? Dahliz qism deyiladi. Demak, pars vestibularis. Tushunarli? Endi ikkita boyagi boylamlarning orasidagi qism bor. Mana bu yerda ovoz boylami. Demak, dahliz boylami bilan ikkalasini o'rtasida keyin siyoh rang bilan chizamiz mana. Demak, buni nima dedik? Bu qorinchalar yoki pars ventricularis deyiladi. Ventricularis. Chunki mana bunaqa ikkita anuni orasida, boylamning orasida bundoq chuqurchaga o'xshagan, qorinchaga o'xshagan qism paydo bo'ladi. Demak, nima deyilar ekan? Pars ventricularis va uchinchi qismi mana bu qismi. Bu traxeyaga qaragan, demak, pars trachealis yoki bir xilida pars glottikani o'zi deyiladi. Demak, 3 ta qism nima qilyapti? Farqlanyapti. Demak, dahliz, qorincha va nimada? Pars trachealis yoki pars glottika. Endi buni boyagi prezentatsiyaga qaytib ko'radigan bo'lsak, demak, bular haqida gapirdik. Mana 3 ta qismi. Demak, dahliz qismiga bo'lgan, dahliz boylamigacha bo'lgan qismi nima deyilar ekan? Pars vestibularis. Demak, ikkita boylamning o'rtasi nima bo'lyapti? Pars ventricularis va ovoz boylamidan pastki qismi, demak, bu trachealis yoki infraglottika ham degan anaqa bor buni. Tushunarlimi? Demak, bu bizada nimasi ekan? Bo'g'imlari va boylamlar. Demak, bo'g'imlari 3 ta, boylamlarini 2 guruhga bo'ldik, ya'ni tashqi guruhga va ichki guruhga. Ikkalasi ham bizada 3 tadan. Tushunarlimi? Savollar yo'qmi bu bo'yicha? Yaxshi. Dalshi boramiz. Keyingisi endi bu hiqildoqqa nimasi? 3-qismi, ya'ni mushaklar. Hiqildoq mushaklarini ham biz nima qilamiz? 2 guruhga bo'lamiz, 2 guruhga. Endi siz boshqacharoq aytayotgansiz kerak. Demak, birinchi bo'lishimizda bu tashqi guruh. Demak, tashqi guruh nima qiladi? Hiqildoqni demak, ushlab turish yoki boshqa a'zolar bilan bog'lash vazifasini bajaradi. Ichki guruh bo'lsa, boyidagi hiqildoqni qismlarini o'rtasida nima qilgan bo'ladi? O'zaro tortilgan bo'ladi mushaklar. Tushuntira oldimmi? Demak, tashqi guruhdan boshlaymiz. Tashqi guruhni sizlar o'sha bilasizlar. Biz hiqildoqqa nisbatan mushaklarni bo'lgan edik. O'rta guruh, bo'yinning o'rta guruh mushaklarini, to'g'rimi? Demak, hiqildoq til osti suyagiga nisbatan til osti suyagidan yuqorida joylashgan va til osti suyagidan pastda joylashgan. Qisqacha takrorlab olamiz. Demak, birinchisi yuqoridan boshlaymiz. Iyakdan til osti suyagiga tortiladi. Nima bo'ladi? Musculus geniohiatus deyiladi. Mana geniohiatus. Keyingisi bu kengroq bo'lgani, bu pastki jag'dan til ostiga tortilyapti. Demak, buni nima? Musculus milohiatus. Demak, geniohiatus bilan milohiatus birgalikda nima deyiladi? Og'iz diafragmasi deb ataladi. Og'iz diafragmasi, o'sha og'iz diafragmasi. Hop, keyingisi bu bigissimon o'siqdan til osti suyagiga tortiladi. Nima bo'ladi? Musculus stylohiatus. Til osti til osti nima? Bigissimon o'siqdan til osti suyagiga tortiladi. Chakka suyagini, to'g'rimi? Processus stylohiatusdan qayerga tortilyapti? Til osti suyagiga. Shuning uchun ham nima bo'lyapti? Musculus stylohiatus. Va 3-mushagimiz, 4-mushagimiz. Nima dedingiz nomini xolisi? Demak, ikkita qorinchali bu nima qilyapti? Mana til osti suyagiga boryapti. U yoqda boylam bilan bundoq qilib kelgan pastki jag'i, demak, dahanni pastki qismiga yo'naladi. Demak, shuni hisobiga bunda ikkita qorincha hosil bo'ladi.
ikki qorinchali mushak deyiladi. Demak, yuqori guruhga biz 4 tani kirgizdik. Iyak tilosti, pastki jag' tilosti, bigissimon tilosti va ikki qorinchali. Tushunarli. Keyingisi til ostidan pastda joylashganimizni, demak, til ostidan pastda joylashganimizni til osti suyagi to'g'ridan to'g'ri toshga boryapti. Demak, sternohiadeya. Keyingisi til osti qalqonsimonga boradi. Shuning uchun ham sternotiroideya. Uchinchisi qalqonsimondan til ostiga. Shuning uchun ham tirohiadeya va to'rtinchisi bu uzoqdan keladi, ya'ni lapatkadan, ya'ni kurakdan keladi. Shuning uchun ham omo, bu grekcha omohiadeya deyiladi. Omohiadeya deyiladi. Endi qaranglar. Bizda pastga qaysi biri tortish mumkin buni? Ya'ni biz anaqani bo'ldik, tashqi guruhga bo'ldik. Tashqi guruhni bir qismi hiqildoqni yuqoriga tortadi, bir qismi pastga tortadi. Demak, pastga qaysi birlar tortish mumkin? Demak, mana mamini hozir rangini boshqa qilaylik. Mana buni pastga tortishi mumkin bo'lganlar. Birinchisi to'g'ridan to'g'ri qalqonsimon tog'ayi pastga tortishi mumkin. Shuning uchun ham birinchisi tirohiadeya. To'g'rimi? Ikkinchisi bilvosita, ya'ni biza hiqildoq til osti suyagi osilib turibdi. Demak, til osti suyagini pastga tushirsak, hiqildoq ham nima qiladi? Pastga tushadi, to'g'rimi? Shuning uchun ham sternohiadeya ham nima qilyapti? Pastga tushiryapti. Uchinchisi kurak. Demak, kurak ham agar mana shu kurak til osti mushagimizni ham qisqarsa, til osti suyagi nima qiladi? Pastga tushadi. Demak, pastga tushiradigan mushagimiz nechta ekan? 3 ta. Sternotiroideya, sternohiadeya va omohiadeya. Endi bizda qolib ketdi. Mana hozir rangini ko'k rang bilan chizamiz. Tirohiadeya. Endi o'zingizlar mantiqan o'ynanglar. Tirohiadeya qisqarsa, til osti suyagini pastga tortadimi, yo'q qalqonsimon tog'ayit yuqori tortadimi? Yuqori tortish osonroq. Shuning uchun ham, demak, musculus tirohiadeya hiqildoqni ko'taruvchi muskul. Keyingisi musculus geniohiadeus. Bu ham nima qiladi? Mana pastki jag'iga tortgandan keyin ko'taradi. Milohiadeus bu ham ko'taradi. Stylohiadeus ko'taradi. Keyingisi demak digastricus bu ham nima qiladi? Ko'taradi. Yana esingizda bo'lsa, bizda palatopharyngeus degan mushagimiz bor edi. To'g'rimi? Tanglayda hiqildoqqa qarab yo'nalgan. Demak, u ham nima qiladi? Hiqildoqni ko'tarishda ishtirok etadi. Yana bizda bor salpingofaringeya degan boyagi Yevstaxiy nay sohasidan bu yoqqa qarab yo'naladi. U ham demak qisman ko'tarishda ishtirok etadi deyiladi bir xil kitoblarda. Tushunarlimi? Tushiruvchi 3 ta dona, tushiruvchi 3 ta dona, ko'tariluvchilar demak 1, 4 ta, 5 ta, yana biz sanadik demak palatopharyngeus, salpingofaringeus sanadik. Demak 7 ta. Tushunarlimi? Hop. Demak bu hiqildoqni tashqi mushaklar, tashqi guruh mushaklar. Boshqa a'zolar bilan nima qilyapti? Bog'layapti. Endi keyingisi hiqildoqni nimasi ekan? Ichki guruh mushaklar. Endi hiqildoqni ichki guruh mushaklari asosan bizda ta'sir qiladi ovoz boylamiga. Demak, u nima qilishi mumkin? Ovoz boylamini bekitishi mumkin, yaqinlashtiruvchi. Boyagi ikkita processus vocalisdan qatga tortilyotdi. Processus vocalisdan nimaga tortilyapti? Qarg'osimonga. Uzuksimon processus vocalis. Hozir tasavvur qilishingiz uchun chizyapman bu narsani. Hop. Yana ham qarorroq qilaylik. Tepadan qarovimizni tasavvur qilamiz. Bu bir. Yo'q, topa olmayapsizlar. Bu smeshariki. Hop.
Endi bu hazil, конечно. Demak, Cho'mich yoki anavi bilasizlarmi, eskicha soatli bo'lardi-ku. O'shanaqa soat bu. Xo'p, demak bu yuqori tarafdan qaraganimizda bu qalqonsimon tog'ay. Cartilago tiroidea. Demak bu uzuksimon Cartilago cricoidea. Va mana bu Cartilago arytenoidea. Nimaga bu narsani chizdim? Chizgandan ma'no shundaki, arytenoideani ikkita nimasi bor edi? O'sig'i bor edi. Processus vocalisi bor edi. Demak, bundan vokalis o'tib ketadi. Ligament vokalis ketarkadi. Qalqonsimonda cho'michsimonga boradi. Hop, menga ikkita qog'oz yirtib beringlar. O'rtasidan farqi. Mana. Endi qaranglar. Mushaklar bor. Ha, o'rtasidan kesib bering. Bizda mushaklar bor. Nima qiladi? Boyagi tovush boylamini nima qiladi? Boyagi yopadi. Adduktorlar deyiladi. Bizda bor, tovush boylamini ochadiganlar bor. Abduktorlar bor. Endi bizda bor, tovush boylamini taranglashtiradi. Ya'ni ikkita chetini bundoq tortsak, tovush boylami nima qiladi? Taranglashadi. Yana bizda bor mushaklar tovush boylamini bo'shashtiradi. Ya'ni ikkita uchini biz bir-birimizga yaqinlashtirsa, tovush boylami nima qilar ekan? Bo'shashar ekan. Buni ikkiga bo'lib o'rtiring. Tushuntira oldimmi? Demak, boyagi prezentatsiyamizga qaytamiz. Bizda bor abduktorlar, demak, tovush tirqishi deymiz, og'iz tirqishi deymiz, rima oris deyiladi. Mana shuni nima qilar ekan? Yaqinlashtiradi, kichkinalashtiradi. Bor, kengaytiradigani bor. Demak, tovush boylamlarini tarangligini oshiradiganlar bor, tovush boylamlarini bo'shashtiradiganlar bor. Demak, birinchi boshlaydiganimiz bu adduktorlar, ya'ni ikkitasini bir-biriga nima qiladi? Yaqinlashtiradi. Bu mushaklarimizga musculus arytenoidea deyiladi. Arytenoidea nima edi? Nimaga o'xshaydi? Kimnidir qorni ochibdi-ni. Hop, bu mushak mana ko'ryapsizlar. Ikkita bizda nima joylashyapti? Cho'michsimon tog'ay. Bormi ekan bu yerda? Mana qilamiz. O'zimiz ustiga chizamiz. Mana bizda cho'michsimon tog'ay turibdi, to'g'rimi? Bu muskul ikkita bor. Musculus arytenoidea bor, transversus. Demak, ko'ndalang cho'michsimon mushak. Keyin buni sariq rang bilan chizamiz. Bu nima qilyapti mana? Ikkita qo'shni cho'michsimon anaqalarni bir-biri bilan bog'layapti. Tog'aylarni bog'layapti. Demak, bu musculus arytenoidea transversus. Musculus arytenoidea transversus. Yana bor bizda. Buni pastki qismidan boshlanadi-da, buni yuqori qismiga qarab yo'nalyapti. Xuddi shunaqa buni pastki qismidan buni yuqori qismiga yo'nalyapti. Demak, bu ham musculus arytenoidea, faqat bu obliqua, qiyshiq bo'ladi. Tushunarli? Demak, bizda ikkita cho'michsimon nima bor ekan? Muskul bor ekan. Bularni bittasi to'g'ri yo'nalgan musculus arytenoidea transversus, ikkinchisi demak qiyshiq yo'nalgan musculus arytenoidea obliqua. Endi rectus anaqasi o'zgarmaydi. Ikkalasini nomi bunaqa prinsipial emas siz aytayotgan holatda. Demak, bu mushaklar nima qilyapti? Mana ikkita cho'michsimonni bog'lab turibdi, to'g'rimi? Mana. Kimga? Hop. Ha, shunaqa mana arafani misol qilib keltiryaptilar. Demak, ikkita mushak tog'aylarning o'rtasida tortilgan. Mushak qisqarsa tog'ay nima qiladi? Yopiladi. Demak, mushak yopilsa, buni uchidan ketayotgan boylam ham nima qiladi? Yopiladi. Demak, nima jarayon sodir bo'ladi? Abduksiya sodir bo'ladi. Tovush boylami
yopiladi. Tushuntira oldimmi? Mexanizmini tushundinglarmi? Demak, ikkitasini mana chetidan tortilgan, shuni hisobiga bu chetlarini yaqinlashtirgan hisobiga og'iz boylami yopilyapti. Tushunarli? Bu demak birinchi mexanizm. Endi bu yoqqa keyin Botir. Assistentlik qilasan. Mana shunda mana ushlagandek ham bundoq ushlab turgin. Mana ikkita tovush boylami turibdi, to'g'rimi? Mana ikkita tovush boylami turibdi. Agar mana bu chetidan olsam deb, protsessus muskularisidan olsam deb, buni ikkita tomonga bundoq tortsam. Mana ikki tomonga bundoq tortsam. Yo'q. Mana yo'q, mana qarab turing. Ikki tomonga tortsam nima bo'lyapti? Tepasi, Siqilyaptimi? bundoq qisqaradi-ku. Demak, yana tovush boylami nima qilyapti? Yopilyapti, to'g'rimi? Demak, keyingi bizani mexanizmimiz nima qilish kerak ekan? Boyagi Pastdan endi qisqartirish. boyagi protsessus muskularisi tashqariga harakatlantirish kerak ekan. Buning uchun bizda yana bitta mushak bor. Protsessus muscularisdan qayerga qarab yo'nalyapti mana? Uzuksumonga. Nima bo'ladi? Nomini chiqaramiz. O'tirur Botir. Musculus crico arytenoidea. Buni yana bitta nomi bor. Nima deyiladi? Lateralis. Demak, lateral uzuksimon, cho'michsimon mushak. Demak, bu mushagimiz agarda qisqarsa nima bo'lyapti? Boyagi protsessus muscularis ikkita chetga tortyapti-da, shuni hisobiga mana bu vokalistlar ham bir-biriga yaqinlashgani hisobiga tovush boylami yopilyapti. Demak, jami itogo bizada adduktorlarimiz nechta ekan? 3 ta. Demak, musculus arytenoideus transversus, musculus arytenoideus nimada? Obliquus va uchinchisi musculus crico arytenoidea lateralis. Demak, mana bu yerda tegida turgani uchun biz transversusni ko'ramiz, ikkita cho'michsimonni o'rtasida. Bu yerda mana qiyshiqsimon yo'nalgan, shuning uchun ham musculus arytenoidea obliqua. Demak, bular mana qisqarsa nima bo'lyapti? Mana boyagi ochiq turgan tirqishimiz yopilyapti. Keyingisi nima deb nomladik buni? Cho'michsimon, uzuksimon. Demak, musculus crico arytenoidea lateralis. Nimaga? Chunki bu lateral joylashyapti. Buni yana bittasi bor. Crico arytenoidea posterior deyiladi. Posterior. Uni hozir gapiramiz. Demak, bu mushak mana bu mushak qisqarsa nima bo'lyapti? Mana ikkita muskularis qismi chetga tortilyapti-da, yana boyagi tirqishimiz bekilyapti. Demak, bular nima deyilar ekan? Adduktorlar deyilar ekan. Endi bor bizada yana abduktor. Endi yana musculus ari epiglottika degan mushagimiz bor. Bir xilla buni kitoblarda aytishadi, bir xilla aytishmaydi. Bir xilla buni obliquani davomi ham deb ketadi. Chunki to'g'ri mushak tolalari ketadi-da. Demak, bu cho'michsimondan qayerga qarab yo'nalyapti? Demak, hiqildoq ustiga yo'nalyapti. Bu ham demak obliquani davomi bo'lgandan keyin bu ham endi hiqildoqni, tovush boylamini kengaytiradi-da. Tushundinglarmi? Bu endi qo'shimcha ma'lumot sifatida. Keyingi mushagimiz musculus nima ekan? Crico arytenoidea posterior. Mana uzuksimondan boshlanyapti, qayerga qarab yo'nalyapti? Cho'michsimonga qarab yo'nalyapti. Boyagi rasmimizga qaytamiz. Demak, bu mushak nima qilyapti? Rangini qanaqa rangni chizamiz? Ko'k rangda chizamizmi? Boshqa rang qolmadi-yu. Demak, bu nima qilyapti? Mana bu yerdan boshlanyapti va qayerga qarab yo'nalyapti mana? Cho'michsimonni protsessus muskularisiga. Endi bu mushak qisqarsa, bu mushak qisqarsa, mana qaranglar, nima bo'lyapti mana? Demak, tovush boylami ochilyapti. Demak, boyagi adduktor bo'lsa, bu demak abduktorlar. Tushunarli? Demak, bu nima qilyapti? Ovoz boylamini kengaytiryapti. Bu bir donagina mushak. Kengaytiradigan bir donagina mushak. Tushunarlimi? Demak, bizda toraytiradiganga nima kiryapti? Musculus arytenoideus rectus yoki transversus, arytenoideus obliquus va crico arytenoidea lateralis.
kengaytiradiganga kriko-aritinoideya posterior kiradi. Tushunarlimi? Endi prezentatsiyamizga qaytamiz. Demak, biz tovush boylamini kengaytiruvchi va toraytiruvchi mushaklarni nima qildik? Ko'rib chiqdik. Nima qoldi bizda? Tovush boylamini taranglashtiradigan va bo'shashtiradigan boylamlar qoldi. Endi bo'shashtirish uchun nima qilish kerak? Bo'shashtirish uchun mana bizda yo'nalyapti musculus nima? Cricotiroideya. Mana bizda yo'nalyapti krikotiroideya. Bunaqasi hali yo'q edi. To'g'rimi? Kriko-aritinoideya bor edi, lekin krikotiroideya yo'q edi. Demak, uzuksimon bilan qalqonsimonni nima qilyapti? Birlashtiryapti. Demak, bu mushak qisqarganda boyagi qalqonsimon tog'ay birmuncha pastga va orqaga yo'naladi. Pastga va orqaga. Shuni hisobiga mana ikkita uchi bo'lsa, nima qiladi? Bu taranglashadi. Mana ko'ryapsizlar. Yo'nalgani hisobiga mana to'g'ri tortilib turgan uzunlashyapti. Biz mana ikkita chetini mana holatda endi ko'rsatdim. Ikkita chetini bundoq tortsak nima bo'ladi? Taranglashyapti. Demak, musculus cricotiroideya nima qilar ekan? Tovush boylamini taranglashtiradi. Endi bizda bor tovush boylamini bo'shashtiradigan. Buning uchun nima qilish kerak? Aritinoideyani biz qalqonsimonga qarab harakatlantirsak, buni o'rtasida o'zi tortilib turibdi boylam. Demak, agar bu oldinga qarab yo'nalsa nima bo'ladi? Bo'shashadi. Demak, bunga nima kiradi? Musculus tiroaritinoideya, mana yashil rangda keltirilgan tiroaritinoideya va buni ichki tarafida yana bitta mushak bor, musculus vocalis deyiladi. Demak, bu boylamlar nima qiladi? Bu mushaklar boyagi cho'michsimon tog'aylarni qatga qarab, qalqonsimon tog'ayga qarab yaqinlashtiradi. Shuni hisobiga tovush boylamlari nima qiladi? Bo'shashadi. Shunaqa qilib, biz endi mushaklarni ham sizlar bilan ko'rib chiqdik. Mushaklar qanaqa guruhga bo'lindi? Ovozni boylamlarini kengaytiradigan, ovoz boylamlarini toraytiradigan, ovoz boylamlarini tarangligini oshiradigan va bo'shashtiradigan. Bu shuni o'zi. Demak, biz katta muammoni shunaqa kichkina muammolarga bo'lib olsak, o'rganishimiz ancha oson bo'lar ekan. Tushunarlimi? Qiyin emas ekanmi endi? Endi uyga borib videoni yana boshqatdan ko'rsanglar, kitobni yaxshilab o'qisanglar, endi yana ham zo'rroq tushunasizlar. Bo'ldi. Like bos.